bir-birlarini hurmat qilish nimada namoyon bo'ladi? Namoyon bo'ladi shundaki, o'zgartirishga harakat qilmaslik. Bu nimada namoyon bo'ladi? Siz hurmat qilasiz. Bu insonni ham tanlovi borligini, istaklari borligini, dunyoqarashi borligini, tushunyapsizmi? Va faqatgina shu jihatlaringizni umumiylashtirasiz. Va chiroyli munosabatlarni belgisi shunda bilinadiki, sizlarda umumiy kamida yaqin 5 yilga rejalaringni borligi. Ikkinchi navbatda o'sha qalbidan deyman, suhbatlashishingiz. Juda ham ko'p munosabatlarni ko'raman, 10 daqiqadan ortiq bitta xonada bo'lisha olmaydi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha pandemiya davrida qanaqa voqealar bo'ldi? Sababi munosabatlar yaxshi bo'lmagani uchun, bitta joyda tura olmaganliklari uchun qancha munosabatlar buzilib ketdi.